qo'llarini ushlaganimda shunaqa vibratsiya beryaptiki, meni даже qaltiratib tashlayapti-da bu. Niyat kuchli qilaylik, xalqimiz juda ham mehribon, yordam beradi. Xudo xolasa Dadajonim tuzalib ketsin. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Biz hozir Qashqadaryo viloyati Qamash tumaniga tashrif buyurganmiz. Sherzod akamning xonadonlariga keldik. O'tgan yili 11 yoshli o'g'ilcham bo'lmadi. O'tib qoldi. Ha, o'tib qoldi. Mana shu turmush o'rtog'im 2018-yildan beri Parkinson kasali bilan davolanib keladi. Ularning hozir ahvoli yaxshi emas. Sababi sharoitligisi yetishmayapti. Zudlik bilan operatsiya qilish kerak ekan. Ya'ni boshga chip qo'yish kerak ekan. O'sha agar zudlik bilan ularni operatsiya qilmasak, to'shakka bog'lanib qolishlari mumkin ekan. Yolmay qoladi, yedirib qo'yamiz. To'kilib ketadi. Suv ichayotganda ham to'kilib ketadi. Kam uyquda. Kam uyqu. Dorini zo'ri bilan uxlaydi. Imkonimiz yordam qilinglar. Xudo xolasa $22,000 yig'ilsa, albatta tez orada ularni shu Samarqanddagi klinikaga olib borib operatsiya qildiramiz. Birgalikda biz bu summani tez kunda yig'ib olamiz deb o'ylayman inshaalloh. Ishni yurikdan xoliydilar. Juft halollari, xo'jaylari sog'ayib ketishdi. Chunki ularda yaqinda ayriliq bo'lgan, farzandlarini yo'qotganlar. Ikkinchi ayriliqqa chidolmaydilar. Ular katta stress olishgan. Mana Sherzod aka ham stress olganlari tufayli shunaqangi kasallikka duchor bo'ldilar. Farzandlarni rizqlarini ko'targim keladi. Hamma yetdi, shu ayolimga qolib ketdi. Azizlarim, iltimos qilaman. Bizani videomizni hozir saxiy boylarimiz ko'rib turibdi, ehson sevarlarimiz ko'rib turibdi. Shu videomizni maksimal darajada tarqatingki, o'sha egasiga yetib borsin. Saxiy boylarimizga yetib borsin. Bularga hozir zudlik bilan shu $22,000 kerak ekan. Toshkentdan shu yergacha kelgunimizcha umidlar bilan, yaxshi niyatlar bilan yo'lga chiqamiz. Shu sababini qilsak, shu video murojaat bilan chiqsak, xalqimiz xudo xolasa yordam beradi shu insonga deb biz shu yerga tashrif buyurdik. Xudo xolasa qolgani hammasi Allohdan. Sizlar deyapman. Dori darmonga hacham, dori darmonga. Endi imkoniyatimizga qarab Biz siz bilan 48 soat ichida ushbu ehsonimizni uddalaymiz. Ulgurib qoling.